Assalomu alaykum. Mana andijonlik ustalardan mavjud pechka zakaz qildik. Qabul qilib oldik. Mana yondirish jarayoni. O'zi aytganlarida yondirdik. Xudo xolasa qani ishlashini ko'ramiz, qanday bo'lishini. Moyxonasi kattasidan zakaz qildik. Moyxonasi kattasi keldi. Buxoro viloyat G'uzon tumanida zakaz qildirib olib keldik. Endi ko'ramiz hozir ishlash jarayonini. Qanday ishlaydi? Mana obzor qilib boramiz, xudo xolasa. Bu tovuqxonaga zakaz qilib oldirib keldik. Karnaylar qizishni boshladi. Yonish jarayoni ham yaxshi. Mana qizidi. Pechkani o'zi ham qizidi. Yana obzor qilib boraveramiz. Buni rezultatni aytamiz. Ma'qul kelsa, layklarni qo'yaveramiz, qiziq qilib.